Yomonlar bilan birga bo'lish, ularga aralashib qolish, bu o'zing qatl qilish degani. Ularga qo'shilish, bunaqa odamlarga qo'shilish, naq xatarni o'zi. Xotirjamliging bilan nafsingni behalovat qilishini naqd o'zi. Agar mishmishchilar, fitna tarqatib yuradiganlar bilan birga bo'lib qoladigan bo'lsang, ajaling yetmasdan turib 7 kun burun o'lasan. Astagfirullah. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Agar ular sizlarning orangizlarda chiqqanida ham sizlarga ortiqcha ziyon bo'lgan bo'lar edi. O'sha majlisga borishingdan senga foyda yo'qmi? Na dining, na oxiratingga bormay qo'yaver. Odamlarning orasida bo'lish uchun, ularga yoqish uchun tabiatingga teskari bo'lgan, o'zingga yoqmaydigan ishlarni qilib, boshqalarni rozi qilganingdan ko'ra uyingda o'tirganing yaxshi. Ma'qulmi? Yolg'iz qolmasang, birodar, hech qachon o'zingni fikringni eshitmaysan, o'zingni ovozingni eshitmaysan. Al-wihdatu khayrun min rafiqis su. Yomon ulfatdan ko'ra yolg'iz o'tirishlik afzal bo'ladi. Yomon ulfatga qo'shilgandan ko'ra yolg'iz o'tirishlik afzal bo'ladi. Xullas, birodar, sendan yagona talabimiz shuki, ishingni qarab qil, qadamingni o'ylab bos. Agar yaxshilik bo'lmasa ko'chaga chiqishing, uyingda o'tir. Ammo qilmoqchi bo'lgan ishing savobli bo'lsa, xayrli bo'lsa, bu boshqa narsa, unda odamlarga aralashaver. Shunday qilsang, qalbing o'zingga qaytadi, vaqting isrof bo'lmaydi, umring zoyi ketmaydi. Shunday qilsang, tiling g'iybatga, qalbing isrofga kirmaydi. Quloqlaring bema'ni gapga to'lmaydi, qalbing yomon gumonlar bilan band bo'lmaydi. Kim bularda sinab ko'rsa biladi haqiqatni.